Bu blogerlik ishi 1 yil, 2 yil yoki 10 yil avval paydo bo'lgan narsa emas. Bu 1000 yillar avval paydo bo'lgan narsa. Agar kim shu 1000 yil avval blogerlikda nima deb nomlanganini bizga nomini aytib bersa, hammamiz yaxshi bilamiz. Bitta agar nomini aytsak, bittadan yodlangga tushadi. Shu 200 ming so'm mukofot o'sha odamga beriladi va hurmatli kuzatuvchilar, sizlarga ham shu savol 1000 yil avval blogerlik nima deb nomlangan? Akmal aka, menda muhimroq gap bor. Kechirasiz, Akmal aka emas, bloger aka deng. Kechirasiz aka. Bu savolni javobini obunachilarga qo'ydirsak-da, bular savol javobini kommentariyaga yozib, nimani mukofot olishsa. Menda bundan ham muhimroq ma'lumot bor. Qanaqa ma'lumot deydigan bo'lsangiz, Prime Study o'quv markazining Farg'ona filialida yangi yil munosabati bilan mutlaq bepul darslar yo'lga qo'yilyapti. Rus tili, ingliz tili, koreys tili, arab tili, xattotlik, mental arifmetika va tarix yo'nalishlarida bemalol vatandoshlarimiz kelib o'zlarini sinab ko'rishlari mumkin. Bu bo'yicha qanaqadir savollar bo'lsa, quyidagi raqamlarga telefon qilib ma'lumot olishlari va ro'yxatdan o'tishlari mumkin bo'ladi. Manzilimiz infeksionniy больница ro'parasi. Yana ham aniqroq ma'lumot berish uchun ushbu raqamga aloqa qilsangiz, vokzaldan qo'lingizdan olib kelishadi. Farg'onaga kelib qolsangiz bo'ldi.